Bugun Karis qaynonamga surpriz qilib, sov bilan birga ishxonalariga bordik. Qaynonam ishi tugashiga hali yana 1 soat bor edi, shuning uchun sov bilan birga торговый sentrda maza qilib aylandik. Sovga yana kiyim olmoqchi edim, lekin o'tgan safar qaynonamdan so'kish eshitganlarim esimga tushib ketdi. Voy, mana shu shirinliklarni qaranglar, очередь ham juda ham ko'p. Men ham olmoqchi edim, odam ko'pligiga очередьda turgan vaqtimiz yo'q edi. Sovni bog'chasidagi bog'cha opasi sovga endi shunaqa cho'pak jo'nating, cho'pakda yeyishni o'rganadi deyishdi. Lekin menimcha sovuq hali cho'pakda yeyishga yoshlik qiladi, shuning uchun qoshiq bilan vilka oldim va boshqa yeydigan narsalarni ham oldim. Sovuni bo'yniga kumushli tsepochka olmoqchi edim, juda ham qimmat ekan. Bitta kichkina tsepochka 75 ming won ekan. Bitta burchakka shunaqa planshetlar terib qo'yibdi. Planshetlardan har xil qo'shiqlar chiqayotgan ekan. Koreyada shunaqa multichli narsalarni yaxshi ko'rishadi. 6:30gacha qaynonam ishxonasiga yetib olishim kerak, bo'lmasam ketib qoladilar. Surpriz qilib bormoqchiman shunga. Oldidan 15 minut o'tyapti hozir. Ishqilib yetosam bo'ldi. Hali yana yo'l yurish kerak. Qovunchirmasak bo'ldi sovuq bilan. Ashaqdan keldik. Voy, mana manzarani qaranglar, hamma yoq ko'm-ko'k ko'lning yonida bemalol maza qilib aylanadigan joy. Mana narsa qaysi sayyoradan tushgani keyin juda ham qiziqyapman. Nima deb o'ylaysizlar? Kommentariyaga yozib qoldiringlar. Shu bilan Karis qaynonam ishxonasining tagida ozgina kutib turdik. Sov bilan maza qilib birga o'ynadik. Ko'pchilik kommentariyada juda ham kuchli qizsiz deyshadi. Yo'q, men kuchli qiz emasman, shunchaki bitta bolachani onasiman. Bu yerda esa Sov men bilan birga kim tez yugurishga o'ynayapti. Menimcha bog'cha opasi ham shunaqa orqasidan yugurib yursa kerak. Yoshligim esimga tushib ketdi, o'yin o'ynay turdim, qarasam bolam mendan uzoqlashib ketibdi. Baklashga o'yinini deb bolam borligi ham sal qolsa esimdan chiqib ketay debdi. Shuna qilib qaynonamning mashinasini ko'rib qoldik. Yonlariga tez yugurib borsak, rosa hayron qoldilar. Sizlar ham mashinani garajga qo'yayotganda shunaqa orqa kamerasini yoqib olasizlarmi? Qaynonam orqa kamerasini yoqmasdan garajga joylashtira olmaydilar. Shuna qilib uyga kelishimizgayoq aqlli kelin bo'lib hamma joylarini pilisoslab chiqdim. Chunki men ham uyni yig'ishtirishimni qaynonam o'z ko'zlari bilan ko'rsin deb. Qornim juda ham ochib ketdi. Shirin kartoshka bilan kimchi yeb o'tirsam, qaynonam o'zlari sovuni bog'chadan olib kelgan kir idishlarini o'zlari chiroyli qilib yuvib qo'ydilar. Meni uylarni pilisoslab chiqqanimga charchab qolgan deb o'yladilar shekilli.